darajada bo'ldi o'sha sertifikatlar. Qanaqa bo'ldi? Repetitorsiz ola oldi, maktabni o'zida o'qib turib, SATga qanaqa chiqarib berdinglar va uni va bu sertifikatdan keyingi bosqich tabiiyki olimpiada. Ular qanaqa bo'ldi? Maktabda o'zidan qo'shimchasiz natijaga erishib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin bizni maktabdagi hozir aksariyat ustozlarni shogirdlari o'zi o'quv markazida ishlashadi. Aynan repetitorga boradigan bolalar qolgan bolalardan orqaroq bo'lishadi. Nimaga deganda men ko'rdim, C1 olgan bolalar ham bor edi, natija qilganlar orasida. Birinchi shular haqida ozgina aytib bersangiz. Natija qilgan bolalar, nechta qanaqa sertifikat bo'ldi va o'shalar ham dars qilishdan to'xtamayotganini ko'rdim-da men. Chunki ko'pincha bizdagi men o'zim ham til o'qituvchisi bo'lganman, bolalar yuqori IELTS olgandan keyin to'xtardi-da. Bo'ldi, men cho'qqidaman, nima qilaman yog'iga derdi-da, harakat qilmasdi, dars qilmasdi. Bojxona qo'mitasiga xodim kerak va xodimni talablarini birida sharq tillaridan bittasi ham bor deyilgan. Ya'ni turkmi, arabmi farqi yo'q. Ya'ni bu degani o'sha bitta tildan B1, hattoki B1 darajada ham hozirgi kunda qabul qilish holatlarini biz ko'rib turibmiz. Assalomu alaykum azizlar. Rahim suhbatlaridagi navbatdagi podkastimiz davomida bu podkastlarimizdan maqsad, ya'ni ustozlarimiz bilan olayotgan podkastimizdan maqsad ikkita. Birinchisi bu yil ham mana ishladik, 3-yil o'quv yili tugadi. Bolalarimiz shunchaki kelib ketayotgani yo'q, biz ham shunchaki vaqt o'tkazmayapmiz, balki bolalarimiz, o'quvchilarimiz natija qilishyapti. Ana shu natijalarni bo'lishish. Bu yilgi natijalarni va umumiy 3 yillik natijalarimizni. Ikkinchi maqsad bo'lsa, mana shu bolalarimiz bilan ishlayotgan ustozlarni siz o'zingiz ham tanib olishingiz. Ya'ni videoda, kamerada ko'rib turib ularning fikrlarini eshitib, farzandimni shu o'qituvchilar yoki shu o'qituvchilar qo'l ostidagi jamoa o'qitarkan degan fikrga kelishingiz. Chunki bolalarimiz biz odatda maktabga olib kelar ekanmiz, shundan shundagidan qirg'izib yuboramizda, o'sha binoning ichida xuddi bitta qutining ichiga kirib ketganday bo'ladi. U ichkarida nima jarayonlar bo'layotganini bilmaymiz. Majlisga kelamiz, kurator bilan, direktor bilan gaplashamiz, ketamiz. Shuning uchun ham biz podkastlar orqali farzandlarimizga kim dars berayotganini aniq taniylik. Hech bo'lmaganda hozir mana bugun gaplashadigan kafedra mudirlarini bilaylik, ularning fikrlash doiralarini tushunib olaylik. Keyin ular bilan gaplasha olaylik va shuning uchun ham majlislarimizda biz o'qituvchilarimiz bilan, kafedra mudirlarimiz bilan ota-onalarni gaplashtiramiz. Mana shu suhbatlarning davomi sifatida bugun 4-suhbatimiz. Demak, studiyada bizda sharq tillari kafedra mudirimiz Abduqodir Abduqahhorov va matematika fakulteti mudirimiz Javohir Toshpo'latovlar. Xush kelibsizlar ustozlar. Xo'p ustozlar, mana hozir 3 yillik filiallarimizni, maktablarimizni sarhisoblari mana oldimda turibdi. Qarang, 80 ta IELTS sertifikati, shundan 38tasi 7+, 29 ta SAT sertifikati, shundan 19 tasi 1400+, 43 ta milliy sertifikat matematikadan va bolalarimiz 6000 tadan oshiq kitob o'qib tugatgan va 25 ta arab tilidan sertifikat. Eng muhimi 3 yildan beri mana birinchi ochilgan filialimizda 100% bolalar universitetga kirib kelyapti. Ulardan 84% jahon yoki o'zimizdagi universitetlardan grant yutishyapti. Va mana top 11 dagi universitetga HKU ga kirgan o'quvchilarimiz bor, Columbus State'ga kirgan, Ivy League'dagi universitet o'quvchilarimiz bor, Rice universitetiga kirgan, biomedical engineering 5-o'rinda turar ekan. Shunaqa o'quvchilarimiz bor. Endi bu natijalar ortida sizlarning mehnatingiz turibdi. Endi bular o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q va shuning uchun ham bugun sizlarni biz chaqirdik. Endi birinchi savolim Javohir ustoz sizga. 3 yillik natijani biz statistikani oladigan bo'lsak, yaqinda mana Sanjar Bey berdilar, 20 mingta nomzod topshirgan ekan bizga va shu 20 mingta nomzoddan ishlashga 200 tasini biz tanlab olgan ekanmiz. Bu 1% ga to'g'ri kelar ekan va mana shu 1% dan o'tib olgan ustozlarni keyin biz mana agar matematika ustozlari bo'lsa, sizni qo'lingizga topshiramiz kafedraga. Mana shu ustozlarning saralash jarayoni qanaqa bo'lyapti? Ya'ni bizni bolalarimizga, mijozlarimizning bolalariga darsga kirgan matematika ustozlari u qanaqa bosqichdan o'tgan ustozlar? 1% degani u hamma narsani biladi, tayyor deganimi? Yoki ularga bizni keyin nimadir o'rgatishimiz kerak bo'lyaptimi? tushunarli. Xo'p, bizda o'zi HR komandamiz bizga eng sifatli o'qituvchilarni saralab berishadi. Ma'lum bir kriteriyalar bo'yicha. Birinchisi shu fan bo'yicha imtihon qilinadi. Va berilayotgan savollar ustozlarga shunchaki DTM savollari yoki milliy sertifikat savollari emas, o'sha olimpiada darajasida misol masalalar beriladi va minimum 80% dan oshgan ustozlar keyingi bosqichga o'tadi. Ya'ni u yog'ini suhbat asosida va demo darslar ham qilib olingandan keyin bizda asosan o'qituvchilar faqat yoz faslida olinadi. Deyarli yil davomida o'qituvchi almashmaydi matematika kafedrada. Menimcha hech qaysi kafedrada almashmasa kerak. Va yozda hamma sinovdan o'tgan ustozlarni men so'rayman anaqadan, HR komandadan, rahbariyatdan menga 2 hafta vaqt beringlar. Hamma anaqadan o'tgandan keyin ham bizda yoz faslida to'garaklar davom etadi, to'garaklar bo'ladi. Ustozlarni to'liq shartnoma qilishdan oldin, qabul qilishdan oldin olaylik, o'quvchi berib ko'raylik. Chunki ba'zi ustozlar o'quv markazidan keladi, ba'zilari qaysidir maktabdan kelishi mumkin, lekin bizda umumiy tizimga tushadimi yo'qmi? U qanaqa tizim desa,
to'garak o'tib turgan o'zimizda eski ustozlarni darsini berib ko'ramiz. Avval darsini kuzattiramiz 1 hafta, 10 kun, 2 hafta va undan keyin 1 hafta shu ustozlarning o'zini darsini berib ko'ramiz. Ya'ni o'zini o'quvchilar o'zini eski ustozi bilan yangi kelgan ustozni almashganini sezmasligi kerak darsning sifatida. Va to'liq shu anaqaga kriteriyaga tushgandan keyin ustozlar bilan shartnoma qilamiz to'liq. Chunki biz yil davomida shunaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni sinfni ichida ustozlarni almashtirishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Sinfni ichida yoki deylik 8-sinf bilan 9-sinfda ustozni almashtirishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shunaqa vaziyatda o'quvchi ustozning almashganini sezmasligi uchun turibdi daraja bor, o'shandan ular kam o'tmasligi kerak. Ha. U oldin eski ishlagan joyida, ayniqsa o'quv markazi bo'ladigan bo'lsa, u zo'r bo'lgan bo'lsa, bizda ham zo'r bo'lib ketadi degan emasda, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Shuning uchun biz o'zimiz treninglar qilib, ya'ni ustoz hamma anaqadan o'tgandan keyin ham o'quvchilar bilan moslashtirish jarayonida agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, feedbacklar berib, treninglar berib, o'zimizda eski ustozlar bilan bir xil darajaga olib chiqib, undan keyin sinf beramiz sentyabr oylarida. Ya'ni 2 hafta ishlab ko'radi biz bilan. Xuddi shunaqa ishlab ko'radi. O'quvchidan feedback olamiz. O'quvchidan o'zidan ham, ya'ni ustozga bildirmagan holatda o'quvchilarimizga aytamizki, shu ustoz sizlarga sentyabrdan darsga kiradi. Rozimisan deymiz. Ya'ni u o'zining eski ustoziga shu gapni ayta olsa, mayli, bu ustoz yaxshi ekan, bu ustoz bilan davom eta olamiz degan ishonch bo'lsa o'quvchilarga, demak, ustoz ishonchli oqlaydi. Qog'ozga ishonmadi, o'sha sertifikatiga yoki balladan o'tib keldi, bilim o'zi emasda, yetkazib berishiga ham. Rahmat ustoz. Abduqodir ustoz, sizga savolim. Qarang, biz maktabda 3 yildan beri ishlayapsiz va ochilgandan beri shu yerda biz bilansiz va natijalar qilyapsiz. Bolalar fanningizni yaxshi ko'rishadi. Biz gaplashamiz ular bilan. Mana endi hozir kafedra mudirligiga ham o'tdingiz. Lekin biz bilamiz, undan tashqari bu boshqa loyihalaringiz ham bor. Ya'ni siz faqatgina bizning maktab bilan cheklanib qolmagansiz. O'shalar haqida ozgina gapirib bering va u loyihalarni sizni bo'lib turib ham, o'zingizni mustaqil loyihangiz bo'lib turib ham nima uchun pedagogikada davom etyapsiz? Ya'ni bolalarga dars berishni tanlayapsiz. Endi maktabdan tashqari loyihalarga keladigan bo'lsak, bizda Sharqshunoslik universitetida arabcha podkastlar bor. Asrga tatigulik suhbatlar deb nomlangan. Maqsad bu sharqshunoslik tomonidan qo'llab-quvvatlangan suhbatlar hisoblanadi. Arabshunoslik sohasiga prezident tarjimonlari yo aynan mana shu sohada xizmat qilib davlat ordenlariga sazovor bo'lgan yetuk mutaxassislarni bilan tajriba almashish va ularning hayot yo'liga nazar tashlash maqsad qilinadi va buni to'g'ridan-to'g'ri bemalol maktab faoliyatidagi yutuqlarga ham bog'lash mumkinki, negaki o'quvchilarda bir vaqtning o'zida o'sha ustozlarning tajribasi, ko'nikmalari va qanday qiyinchiliklarga yuz tutishgani va u qiyinchiliklardan qanaqa chiqib ketishganliklarini ko'rishlari va bilishlari mumkin va buni o'z arab tilida eshitishlari mumkin. Chunki sharti o'sha har bir mehmonni biz mehmon qiladigan bo'lsak, o'zimiz suhbatlarimizda u arab tilida olib boriladi. Nega subtitr qo'ymayapsizlar? Endi boshida zo'r bo'ldi subtitrlarga. Ko'p vaqt olganligi uchun endi nasib qilsa shu undan ham ko'proq, ya'ni butun soha vakillarini qamrab olish va keyinchalik har qanaqangi ilmiy ish qiladigan, universitetda ilmiy ish qiladigan odam o'zini ilmiy ishini ochib bersa ham, bu o'sha eshitish mahoratini oshirishda ham ularga, ya'ni talabalar uchun, yoshlar uchun, hamma o'quvchilar uchun katta bir ilm manbasi bo'lib qolishini niyat qilganmiz. Zo'r. Tarjimalaringiz yetmadingiz, yaqinda tarjima kitobingiz chiqdi. Endi nashriyotda ham ozgina faoliyatimiz bor, tabiiyki. Ahmad Shuqayri mediachi, juda mashhur odam. U kishini tarjimalari 40 asarlarning tarjimasi asosida 2 yilcha ishlagandik, yaqinda chiqdi, yaxshi. Va yana undan keyin ham boshqa bestseller bo'lgan romanlar ustida ham yana shu kunlarda ishlayapmiz. Maqsadki shu biz universitetga emas, balki maktabni o'ziga kasbiy mahoratlarni tushirish. Chunki bu yil boshladinglar, shu haqda ham ozgina aytib bering. Ya'ni bolalar, men ko'rdim, C1 olgan bolalar ham bor edi, natija qilganlarning orasida. Birinchi shular haqida ozgina aytib bersangiz. Natija qilgan bolalar, nechta qanaqa sertifikat bo'ldi va o'shalar ham dars qilishdan to'xtamayotganini ko'rdim, deymi? Chunki ko'pincha bizdagi, men o'zim ham til o'qituvchisi bo'lganman, bolalar yuqori IELTS olgandan keyin to'xtardi-da, bo'ldi, men cho'qqidaman, nima qilaman yog'iga derdi-da, harakat qilmasdi, dars qilmasdi. Shu haqda ozgina gapirib bering. Endi umumiy natijaga keladigan bo'lsa 3 yil davomida 25 ta sertifikat bo'ldi. Aynan oxirgi mana shu joriy yil yakunida 15 taga chiqdi bu. O'tgan yil 10 ta bo'lgan va yildan yilga ko'payib boryapti tabiiyki. Bunga eng asosiy sabab nima desa, hozirgi kunda mana O'zbekistonda chet tili o'rganayotganlar juda ham ko'p.
tabiiyki sertifikat topshirayotganlar ham ko'p. Endi bunda faqat ingliz tili yo boshqa matematika sertifikatlari emas, balki uni yoniga yana bitta sharq tili bo'lsa, ularning portfoliyosiga plus hisoblanadi va biz buni guvohi ham bo'lib turibmizki, o'quvchilar 11-sinflar intervyularga topshirayotganda shu universitetga kirishda intervyu jarayonlarida aynan ushbu sertifikatlarni qo'yish bilan ham ma'lum bir darajada imtiyozlarga ega bo'lishyapti. Jahongir bilan gaplashdim. 6 ta bolamiz shundan grant olibdi. Albatta, bu juda katta yutuq hisoblanadi va men o'zim ham yaqinda bir e'longa ham ko'zim tushdi. Bojxona qo'mitasiga xodim kerak va xodimni talablarini birida sharq tillaridan bittasi ham bor deyilgan. Ya'ni turkmi, arabmi farqi yo'q. Ya'ni bu degani o'sha bitta tildan B1 hattoki B1 darajada ham hozirgi kunda qabul qilish holatlarini biz ko'rib turibmiz. Maqsad shu. Ya'ni o'quvchilar ham ko'rib qolishdiki va bu intensiv yosharib boryapti. Maktabda tabiiyki ingliz tili va matematikadan natija qilib bo'lgandan keyin uni bo'sh o'tirmaydi. Tabiiyki unda o'sha sharq tillaridan arab tilida, yo xitoy tilida, yo boshqa sharq tillarida potensiali bo'ladigan bo'lsa, unga ozgina e'tibor qaratib turib, vaqt faktorini inobatga olgan holatda o'qishga kirgunga qadar ma'lum bir natija qilishimiz mumkin va siz aytgan aynan shu yuqori daraja bo'lgan C1 darajaga erishgan talabalarda bo'ladigan holat, biz juda ham ajoyib bir struktura qo'llaymiz. Buni xudo xolasa ingliz tiliga ham qo'llashni men tavsiya qilib qolardim. Nimaki bu tarjima. Yozma tarjima endi sun'iy intellekt chiqdi yo boshqa deyiladi, baribir yozma tarjima bu romanlar bo'lsin, xoh badiiy adabiyot bo'lsin, xoh ijtimoiy yo'nalishdagi asarlar bo'lsin, hammasi uni baribir sun'iy intellekt qilib bera olmaydi. Chunki bunda tabiiyki inson faktori yo'q, unda his qilmaydi kontekstni, so'zlarni. Shuning uchun ularni bir ma'noda tarjimaga tashab ko'ramiz. Har xil yo'nalishlarda shu o'zini sohasida ketish kerak bo'lgan yo'nalishlarda ilmiy bo'lsa badiiy, aksariyat holatda badiiyga qo'yamiz va unda o'zbek adabiyoti ham bor kirish qismida tabiiyki, chunki o'zbek adabiyotini mukammal bilmagandan keyin boshqa tilda yetarli darajada ham og'zaki ham yozma tarjima qila olmaydi. Ya'ni xullas yozma tarjimani o'quvchini ochilishida, fikrni bayon qila bilishida, o'zini ichidagi ichki kechinmalarni ham hattoki oila a'zolariga bildirishda ham juda katta foydasi tegadi. Men xususan o'zimizning o'quvchilarda ham juda ham ko'p ko'rdik. O'quvchilarda ba'zilarida menga o'sha gapirayotgan paytim birov yonimda endi bolani argumenti deb ham turtib qo'ysa bo'ldi deyapti-da, bundoq qilib. Bitta turtib yuborsa men shu gapirib yuboraman deyapti-da. Endi misolcha biz unda badiiy adabiyotda, o'zbek adabiyotida bir qancha asarlar o'qitib, bir qancha tadbirlar bilan nutqli so'zlattirganimizda tabiiyki bu narsa ochilib ketdi. Ya'ni bemalol o'zini nutqini, fikrini bildira oladigan darajaga chiqdi va bunga ota-onalar ham tabiiyki xursand bo'ldi. Ya'ni buni foydasi bo'lgani boshqasi. Ya'ni bu narsani biz arab tili formatida qo'llab ko'rdimki, arab tili o'qiyotgan o'quvchilar formatida aynan o'zbek adabiyotini ta'sirini ularni yozma imtihonlarni yozishda, sefr topshirishda o'sishlar juda ham ko'p ko'rdik va bu narsani men ingliz tili formatida ham agar qo'yilsa, keyinchalik sertifikat qilib natijasi ko'p bo'lganlarda ham bir tarjimonlik bo'yicha qanaqangidir klubni faoliyatini kengaytirsak bo'ladi. Zo'r loyiha bo'lgan, chunki Wittgenstein aytganmidi, so'z doirammi chegarasi, lug'atimmi chegarasi, dunyoqarashimmi chegarasi deydi. Agar bolangizni lug'atida bir so'z bo'lmasa, o'shani tushunchasi ham bo'lmaydi. Lug'ati kengayaptimi, dunyoga qarashi ham kengayotgan bo'ladi. Rahmat ustoz. Johir ustoz, sizga savolim keyingisi. Hozir men SAT natijalarini aytdim, 29 ta bo'libdi. Bu tabiiy, sizlar buni kafedra tomonidan matematikasini fundamentini qo'yib bergansizlar. Keyin ular ingliz tilida o'sha SAT imtihoniga tayyorlangan. Men bilganim bu. Bilganim, endi bilmaganim olimpiadalar bor. Mana kameradan oldin gaplashdik. Shular haqida ozgina gapirib bersangiz, bu birinchi qism. Ikkinchi qism, hozir ham men bugun ham bitta ota-ona bilan gaplashdim. Maktabingizga bolam bermoqchiman dedi. Sizga aytgan odamda. Soat 2dan keyin javob bering deydi. Nimaga 2dan keyin javob beray desam, repetitorga beraman deydi. Keyin aytdim, aka, shuncha bola o'qiydi, bizda repetitorga berishmayapti. Hech xavotir olmang dedim. Keyin mana sizlarga sanab bergan narsani sanab beruvdim, bundoq qildilar-da. Shunaqami? Biz oldingi xususiy maktablarda 2 ta xususiy maktablarga bergandik dedi. To'g'ri, ya'ni ba'zi holatlarda ota-onalarda bo'lib qolganki, xususiy maktabga beradi, chunki qayerdadir bola o'qish kerak baribir. Ya'ni natija emas. Qayerdadir turish kerak endi, maktab ovqat berish kerak, ushlab turish kerak qayerdadirda, natija uchun boshqa joyga borishadi. Keyin shuni aytganimdan keyin bo'ldi, unda oxirigacha 5 gacha qovuradi, unda o'qiydi dedilar. Repetitorsiz, ayniqsa matematikani qanaqa qilib kafedra uddaladi?
O'sha sertifikatlarni bitta boshqatdan yana eslatib yuborsangiz, nechta qanaqa darajada bo'ldi o'sha sertifikatlar, qanaqa ular repetitorsiz ola oldi maktabni o'zida o'qib turib, SATga qanaqa chiqarib berdinglar va bu sertifikatdan keyingi bosqich tabiiyki olimpiada. Ular qanaqa bo'ldi? Tushunarli. Xo'p, o'zi repetitor masalasiga keladigan bo'lsak, aksariyat bolalar bizga kelguncha davlat maktabida o'qigan bo'ladi va davlat maktabini ta'limidan qoniqmagan ota-onalar o'sha vaqtdan kursga berib qo'ygan bo'ladi qo'shimcha. Deylik, obedgacha maktabga o'qiydi, obeddan keyin repetitorga beradi. Ular o'ylaydiki, maktabda o'zidan qo'shimchasiz natijaga erishib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin bizning maktabdagi hozir aksariyat ustozlarni shogirdlari o'zi o'quv markazida ishlashadi. Men o'zim bilan ota-onalar gaplashishganda aytganmanki, bizga beringlar shu bolalarni, ya'ni ishoninglar, qanchadir muddat qo'shimcha kursga qo'ymanglar, chunki men bitta narsani kuzatganman, aynan repetitorga boradigan bolalar qolgan bolalardan orqaroq bo'lishadi. Nimaga deganda, bizga kelgan bola, deylik, ustoz vazifasini so'rasa, qo'shimchamdagi ritmdagi vazifamni qildim deydi. Repetitorga borgandan keyin ular vazifa so'rasa, maktabimdagi vazifani qildim deydi. Bola ikki o'rtasida qolib ketadi. Xo'p, endi bizda o'zi dars soatlar o'tgan yil 6 soat edi. 6 soat plus 2 soat, ya'ni qo'shimcha 2 soati ham bor edi. Endi bu yildan boshlab 8 soat bo'ldi. Endi 8 soatda endi qaysidir repetitorga borsa ham haftada 3 marta bo'ladi. Haftada 3 marta 1,5 soatdan bo'ladi. Va bizda hozir 8 soatimizni hisoblaydigan bo'lsak, repetitorning vaqtidan ko'ra ancha ko'p. Ya'ni bir kun ko'p hisoblanadi. Ya'ni haftada 4 marta hisoblanadi. Agar aslida vaqtini o'zini hisoblaydigan bo'lsak. Xo'p, endi o'zi asosan biz shu yildan boshlab guruhni 4 ga bo'lib o'qitganimiz bilan asosan kutilmalar 3 xil bo'ladi. Kelgan bola masalan 0 da bo'ladi, 0 dan ham orqaroqda bo'ladi. Deylik 6-sinf o'quvchisi 4-sinf darajasida qolib ketgan bo'ladi yoki 5-sinf darajasida qolib ketgan bo'ladi. Bizning maqsadimiz nima bo'ladi? Deylik 6-sinf bolani 1 yil ichida shuni 6 ga yetishtirib olaylik. Ya'ni 6 ni tugataylik hamma qatori. Ikkinchi turdagi o'quvchilar bo'ladi, bular o'zining darajasida yurgan bo'ladi. Deylik 6 bo'lsa, shu 6 yoki 5. Ko'p orqada bo'lmaydi, 1 yil orqada bo'ladi maksimum orqada bo'lsa. Ularga qo'yiladigan kutilma, ustozlarga ham shuni aytamanki, topshiriq beramizki, ulardan biz 1 yil oldinga chiqarishni kutamiz. Masalan 6-sinf o'quvchisi bo'lsa, 1 yil ichida shu o'quvchini 1 yil oldinga o'tkazib yuboraylik. Ya'ni u 6 ni tugatyaptimi, programma bo'yicha 7 ni tugatsin. Keyingi yil 7 bo'ldimi, 8 ni tugatsin. Endi 3-turdagi o'quvchi bo'ladi, ozgina qobiliyati bo'ladi. Mavzu bo'yicha ko'p oldinda bo'lmasa ham, ya'ni o'zining sinf darajasida bo'lsa ham o'zlashtirish juda ham tez bo'ladi. Unaqa o'quvchilardan biz olimpiada darajasiga olib chiqamiz. Ya'ni biz 3 xil kutilma qo'yamiz o'quvchilarimizdan. Endi men olimpiadaga qaraydigan bo'lsak, statistikaga shu yil biz 4 xil olimpiadaga qatnashtirdik o'zimiz, ommaviy qatnashtirganmiz shu. Undan tashqari bolalarning o'zi ham mustaqil qatnashgan olimpiadalar ham bor. Men xabarsizman hattoki u olimpiadalardan. Copernicus, yilning birinchi choragida bo'ldi. Copernicus olimpiadasida 22 ta o'quvchimiz keyingi bosqichga o'tdi. Ya'ni bu 5-sinfdan boshlab 11-sinfgacha hisoblaganda. Boshlang'ich sinflarimiz ham bor. Uni statistikasi menda hozir yo'q. 22 ta o'quvchimiz keyingi bosqichga o'tdi. Keyingi bosqich degani final bosqichi degani. Keyin qatnashtirgan olimpiadamiz bu ekspert sistem olimpiadasi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak ekan. Copernicusda respublika bo'yicha birinchi o'rin olgan o'quvchi ham bizdan. Bu o'quvchimiz o'zi juda ko'p olimpiadada birinchi o'rinni oldi. Ismini aytsam bo'ladimi? Bo'ladi, ayting. Bu Ravshana Javohir degan o'quvchimiz. Javohirmi? Javohir. Yo'q, 11 ga o'tdi. 11 ga o'tdimi? 11 ga o'tdi. Keyin ekspert sistem degan olimpiadamizga qatnashtirganimizda bizning filialda o'zidan 39 ta o'quvchi final bosqichiga yo'llanma oldi. Final Amerikada yoki Britaniyada bo'lishi kerak. O'quvchi o'zi anaqasidan kelib chiqib, xohishdan kelib chiqib tanlaveradi. Va mashhur olimpiada bor, Iron olimpiadasi bor. Bundan 50 ta o'quvchimiz final bosqichiga o'tdi jamoa hisobda. Biz nimaga o'zi o'quvchilarga olimpiadani qiziqtiramiz desa, mana yuqori sinf o'quvchilariga aniq maqsad bo'ladi-da. Masalan, matematika o'rganishdan. Matematika o'rgansam, SAT olaman, AP olaman yoki chetga o'qishga ketaman, bo'ldi. Kichkina o'quvchilarimizga 5-sinfdan 8-sinf o'quvchilarimizga ularga qanaqadir sertifikat bilan biz qiziqtira olmaymiz bularni. Xo'p, matematika o'rgansam nima kerak? Deydi-da. Xo'p, hayoting uchun kerak bo'ladi deb turib, batafsil tushuntirganimiz bilan u qo'liga aniq shu qiyinchilikning evaziga nimadir olmasa, harakati baribir davomiy bo'lmaydi. Shuning uchun shu o'quvchilarimizga biz doimiy o'rta sinflarimizga asosan olimpiadaga olib chiqib, olimpiadaga qatnashtiramizki, qolgan o'quvchilar ichida ham matematika o'rganish avtoritet bo'lsin. Deylik, bitta o'quvchimiz, har bitta olimpiadadan keyin o'quvchilarimizni shu aktiv zalga olib kirib, hamma oldida taqdirlaymiz. Keyin olimpiadaga bormagan o'quvchilarga o'rganish kerak ekan. Bular qarsa eshityapti hamma oldida deb turib, qadrlanyapti deb turib, matematika o'rganishga qiziqishi yana ham oshadi.
Xo'p, endi bu o'rta sinf o'quvchilarimiz uchun edi. Yuqori sinf o'quvchilarimiz uchun, ya'ni 9, 10, 11-sinf o'quvchilarimiz uchun bu yil qisman erishdik shu narsaga. O'zi o'tgan yildan boshlangan harakat edi. 9-sinf o'quvchilarimiz matematikani to'liq tugatishdi, ya'ni 11-sinf mavzusigacha. Bu hozir 50% ga chiqdik. Keyingi yildan boshlab 9-sinf o'quvchimiz 9 tugatgunicha hammasini harakat qilamiz shu narsaga. Qo'ldan kelgancha o'zi hozir 4-guruhimiz ham, hattoki eng pastki guruhimiz ham 9-sinf mavzusini oxiriga kelib qoldi. Keyingi yilgacha o'sha tugatishadi. Matematikani. Nimaga bunaqa qilamiz desa, biz endi milliy sertifikatni matematikani o'rganish uchun etalon qilib olganmiz. Ya'ni milliy sertifikat, lekin ularning o'zi ko'pchilik O'zbekistonga topshirmaydi. Lekin biz nimaga milliy sertifikatga topshirtiramiz desa, shu sertifikat olgandan keyin bilasan degan. Ha, matematikani bilasan san. Ya'ni bizda programma, bizda dastur bo'yicha san matematikani o'rganib bo'lding. Bo'ldi. Bundan bu yog'iga san AP o'qiysanmi, ACT o'qiysanmi yoki undan keyin GMAT degan sertifikatlar bor. Ularni o'qiysanmi, farqi yo'q. Matematika darajang yetadi. Deymiz. Xuddi shunaqa matematikadan 1400 dan baland olgan o'quvchilarimiz ham aksariyat matematikani tugatib to'liq chiqib ketgan o'quvchilar edi. Mana o'zimning guruhimdan 10-sinf o'quvchilar mana o'tgan yil o'zida o'sha dekabrgacha matematikani to'liq tugatib, milliy sertifikat topshirib, keyin chiqib ketishdi. Undan keyin o'sha ACT, AP lar olishdan AP natijamizni hozir kutamiz. 12 ta bola o'qidi bu yil. 12 ta bola o'qidi. Zo'r. Zo'r ustoz. Endi bu yil tijoriy olimpiadaga qatnashimiz asosan. Ha, yo ikkita anaqa ham bor. Respublika olimpiadasiga qatnashib, tuman bosqichdan bittasi 2-o'rin bilan, bittasi 3-o'rin bilan o'tgan o'quvchilarimiz ham bor. Sekin o'tgan ko'tarilib boramiz. Ha, o'sha respublika olimpiadasiga ham kirib kelyapmiz sekin-sekin. Zo'r. Rahmat ustoz. Abduqodir ustoz, sizga men bilaman, o'sha sertifikat olgan o'quvchilaringiz ko'pi 17 ta, 15 ta olibdi bu yil. Shuni ko'pi o'zi ingliz tili ham bor ularda. Yoki o'rganayotgan ham bo'ladi, yoki sertifikati ham bor. Balans qanaqa bo'lyapti? Tili esdan chiqib qolmayaptimi? Ya'ni hozir ota-ona kelsaki, mani bolam 10-sinf o'rgatib bera olasanmi ikkalasini ham yoki nechinchi sinfda olib kelish kerak ota-ona? Ikkala tildan ham sertifikat qilib ketish uchun. Yoki ikkala tilda ham, ya'ni ona tilim bo'ldi, mana shuni men ikkala kitob tilda ham kitob o'qiy olaman deganda, siz tajribangizda qanaqa bo'ldi shu? Endi ikkita tillik tabiiyki buni o'quvchilar mazasini bildi, yaxshiligini. Birinchi yilda ingliz tilidan sertifikat qilganning o'zida ham yaxshi natija sifatida ko'rilgan. Endi baribir o'quvchida hali tajriba qilib ko'rilmaganki, ikkinchi sertifikat olganda qanaqa tartibda bo'ladi, qanaqa bo'ladi degan narsa hali bizda yo'q edi. Va mana ikkinchi yilda, mana joriy yil mana tugadi. Shu joriy yil boshida biz tajriba qildikki, aynan IELTS dan sertifikati bor o'quvchilar arab tili o'qidi va oldi. Arab tilidan ham yaxshi, shu o'tadigan darajada, davlat qabul qiladigan B2 darajada oldi va tabiiyki oxirgi o'sha vazirlik tomonidan chiqarilgan qarorga ko'ra B1 ham hattoki 70%, adashmasam 75% beradigan bo'ldi. Lekin ular o'sha B2 darajani qo'lga kiritdi va bir vaqt o'zida unda ingliz tilidan ham sertifikat bor. Ya'ni muvozanat juda ham yaxshiki, qachon o'quvchini vaqti to'g'ri taqsimlansa. Chunki ota-ona 10-sinfda, 11-sinfda olib kelib, buni o'rgansin desa, bu yoqda kirish imtihonlari ham bor-da. Masalan, biz endi aksar holatda misol uchun biz o'zimizga keladiganlar tarjimon bo'ladi, boshqa bo'ladi, arab tili sohasida o'qituvchi bo'ladi, boshqa bo'ladi desa, sharqshunoslikka endi biz o'zimiz ham shu mutaxassisi sifatida chiqqanligimiz uchun sharqshunoslikni tavsiya qilsak ham, bu yoqda bloklar bor, o'zini imtihon bloklari va ularda o'sha fanlar ona tilidan sertifikat qilish kerak bo'lib qolyapti. Shunda bitta chet tili, arab tili bo'lsa, bu yoqda tarixdan ham kerak bo'lsa tayinlanishi va o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi. Hattoki matematikadan ham savollar bor bu yoqda, majburiy davlat tomonidan qo'yilgan fanlarda. Ya'ni demoqchimanki, sertifikatni ko'paytirish uchun o'sha o'quvchini 8-sinfdan kerak bo'lsa, mana hozir 8-sinfda ham biz tajriba qilib ko'ryapmizki, 8-sinfdan boshlab ikkala tilni dastlabki qismini olib 9-sinfga oxiriga qadar ikkita tildan sertifikat qilib olsa va keyin undan keyin qolgan fanlar bo'lsin, matematika bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'shalarni butlasa agar ancha-muncha yaxshi natija bo'ladi. Endi bu yoqda yana bitta ota-onalarning anaqasi e'tiroz bo'ladiki, aksariyat ota-onalar keladi, sertifikat deydi 2 yilga beriladi deydi va u srog'i o'tib ketadi. Nima qilaman men deydi-da, yutqizadi. Chunki men o'zim endi aytmayman ismini, o'zimizning tajribada bo'lgan vaziyat shunaqa bo'lgan. Masalan, 8-sinf bolada potensial bor, ingliz tilidan sertifikati bor. O'qisa, masalan, arab tilidan ham sertifikat qiladi, u xitoy tilidan ham sertifikat qiladi bunday olib qaraganda. Lekin ota-ona nima argument berdiki, ingliz tilida ma'lumot oladi, o'shuning uchun ingliz tilidan sertifikat qilgan, arab tilidan kerak emas, o'tib ketadi, 9-sinfda qiladi dedi-da, kech qoldi qaysidir ma'noda. Ya'ni daraja ko'tarilmayapti. Deylik, B2 dan C1 ga ko'tarilish vaziyat bo'lmayapti. Ya'ni
ota-onalarga tavsiyaki, endi baribir bu sertifikatga tayyorlash bu bir nav, uni olishi ham bir nav, lekin o'sha biz asoslarini qo'yib boramizda ilmda, o'sha tilni asoslarini qo'yib boramiz va bu uzoq vaqt talab qiladi. Ya'ni o'quvchi bir pog'onadan B2 darajadan C1 darajaga ko'tarilishi yoki B1 darajadan B2 darajaga ko'tarilishi uchun u o'sha tilda qaysidir ma'noda pishish kerak. O'shanda borish kerak. U haligi yodlash yo qanaqangidir zehniy qobiliyatlarning kuchliligiga qaramaydi ko'p holatda. Bu yoqda vaqt faktori ham muhim. Albatta. Endi zo'r tomoni, masalan, yana bunda plyus tomoni, ingliz tili va arab tilini o'sha qilgandan keyin, misol uchun o'zaro sinf o'zida ham har xil o'quvchilar bilan, masalan, speaking clublar ham qilsa bo'ladi. Masalan, ingliz tilida speaking club qilgandan keyin tabiiyki arab tilida ham speaking club qilsa bo'ladi, xitoy tilida qilsa ham bo'ladi va buni keyinchalik boshqa maktablar bilan ham, masalan, hamkorlikda qanaqangidir qiziqarli media ko'rsatuvlar ham qilsa bo'ladi. Men sezgan narsam ustoz, marra qo'yib bersangiz bola tezroq o'qiydi. Shunaqa. Shuning uchun ham kechiktirish kerak emas-da. Ya'ni bu yil oxirida olasan. Nima qilib 8 sinf bo'lsa, nima qilib 2 yildan keyin o'tib qolsa, 300 ming so'm pul, buni 500 ming so'm, 1 million, lekin bolani umri qaytmaydi, u 1 million yana qaytadi, lekin bolani umri qaytmaydi. 5-sinf bolagaki mana yil oxirida olasan yoki marra qo'yib bersangiz, bola baribir ko'proq dars qilar ekanda, dangasalik dengish oson bo'lar ekan. Endi oxirgi savolim ustoz, biz aksar ota-onalar bilan gaplashganimizda bizni maktabimizni tanladingiz deb so'rayman-da. Shu so'raganimda aytishadiki, palon maktablar bor, bolalarni haqiqatda intizom bilan o'shashadi, qattiq o'shashadi, tarbiyasiga qarashadi, shu bizilib ketmaydi bolalar deyishadi. Lekin palon maktablar bor, haqiqatda zo'r o'qitadi, ya'ni institutga kiradi bolalari deydi. Shu ikkalovini birlashtirgan maktab kam deyishadi. Ya'ni natija ham qilayotgan, lekin shu bolalar ham bizilib ketmayotgan yoki bolalarni o'sha o'qishdan tashqari, ya'ni bo'lma natijani qildim, seni bolang sen tarbiyalab ol emas. Shu ikkalamizda birga qilamiz, qani birgalikda qilamiz degan maktablar kam, shulardan bittasi deb sizlarni bilamiz deb aytishadi. Tabiiyki biz buni men o'zim har bitta bola bilan gaplashib yurmayman. Yoki kurator yoki direktor bo'yniga qo'yadigan bo'lsa yetkaza olmaymiz. Tabiiyki ustozlarimiz ham shuni aytaman men, ya'ni ustozlarimiz ham shunaqa odamlar, fidokor o'zini bag'ishlab olgan odamlar. Biz o'zi kelajakda ham o'qituvchi bo'laman demasa olmaymiz deb aytaman. Ya'ni voqelikda ham shunaqa, ya'ni bir odam men kelajakda o'qituvchi bo'lmayman, mana shu 3-4 yil pul topaman, o'tib ketaman desa olmaymiz. Shunga endi o'zingizlarning hayotingizdan yoki ish jarayonidan bitta hikoyat bersanglarki, bola bilan qanaqa vaziyat bo'lgan, siz aka sifatida, birodar sifatida, do'st sifatida yoki u sohadagi ko'proq ko'ngli yetgan odam sifatida uni o'zingizni vazifangiz dars berish emas, boshqa tomondan unga yordam berib o'sha vaziyatdan olib chiqib ketganingiz haqidagi shu ota-onalarimizga bitta anaqa bo'lib qolsa, dalil bo'lib qolsa. Ustoz, boshlaymiz. Biz har oy monitoring imtihon olamiz o'quvchilardan, matematikadan va monitoring imtihon natijalaridan keyin shu o'quvchilarni deylik, qaysidir o'quvchining keskin past chiqsa, qolgan fan ustozlaridan so'rab ko'raman-da, o'zlashtirish qanaqa desam, aksariyat holatda muammo bir xil bo'ladi, ya'ni umumiy bo'ladi. Bitta o'quvchi deylik matematikadan qiynalayotgan bo'lsa, biologiyadan ham, tarixdan ham qiynalayotgan bo'ladi. Sentyabr monitoring oldik, oktyabr oldik, noyabr oldik. Ba'zi o'quvchilarimiz umuman o'smayapti. Umuman o'sish ko'rmayapmiz. Keyin opet hali maktabimizda telefon cheklanmagan edi, ya'ni uyda telefon cheklanmagan edi, maktabda olib kelardi. Maktabda ichgan mumkin bo'lmasa ham shu o'quvchilarimiz telefonlarini tekshirganmiz, ya'ni aynan shu natijasi past chiqayotgan o'quvchilarimiz telefonlarini tekshirganimizda 5 soat, 6 soat, ba'zilarining 10 soatlab chiqdi-da. Ya'ni uyda telefon chatyapti bola. Reels ko'radi. Bo'lmasa undan vaqtga hisoblaydigan bo'lsa, u 8-9 soat vaqti bizning maktabda o'tadi. Qolgan telefon chatish mumkin emas. Qolgan 7-8 soat u internet kiryapti, telefon chatyapti, bemalol o'ynayapti. Aynan shu o'quvchilarimiz natijasi o'smayapti, progressi. Keyin aytdimki, ustozlarga, men o'zim ko'rgan o'quvchim shunaqa bo'ldi. Keyin butun komandamizga aytdimki, o'quvchilarni bitta telefon tekshirishga sarflaylik. Aynan shu vaqtda axirida telefonlarni olib kiringlar, darsni o'zida tekshiringlar, vaqtini qo'yinglar, limit qo'yib beringlar deb anaqa qilib tekshirishni boshlandik. Va ustozlar limit qo'ygan o'quvchilarimizni 1 oy 2 oy davomida kuzatdik va o'shalarda progress sezdik. Keyin undan keyin o'z bilan gaplashdik, telefonlarni cheklanmasak bo'lmas ekan, chunki shu ish beryapti. Shunaqa kitobda ham yozilgan anaqa behalavotdan. Behalovat avlod kitobida ham yozilgan. O'sha aynan shuda, ya'ni bolalarda telefon bor. Telefon bo'lgandan keyin misol aytishdagi dopamin bilan telefon o'yinidagi anaqa dopamindan farqi bor va telefon o'yinidagi oson, ancha dopamin, yengil dopamin, arzon dopamin matematikadan umuman o'zi qiziqmaydi, lekin vazifalar qiladi.
vazifalar qiladi, misollar yechilgan bo'ladi, lekin doskaga chiqarib yechtiradigan bo'lsak, Bundoq misol yo'q. kirib, bundoq chiqib ketayotgan Xuddi shunaqa. Va shunaqa qilganimizdan keyin mana endi hozir uyda ham endi qisman cheklangan, sentyabrdan hozir cheklamoqchimiz. Ishlayapti. Ya'ni oxirgi monitoringda o'quvchilarimiz 3 olgan o'quvchilarimiz soni juda kam. Zo'r. Rahmat. Ko'tarildi. Endi mani Ko'p formatimda fidokorlar. Lekin bittasini aytib bersangiz yetadi. mani formatimda nima? Endi o'zi bu uslub hammaga ishlaydigan uslub. Nimaki, bu 3 burchak format qilamizda. Odatda ko'p holatda 2 burchak bo'lib qoladi. Qaysiki, bir burchak ustoz, ikkinchi burchak o'quvchi, uchinchi burchak ota-ona. Ya'ni shu o'rinda kimdir bu yoqda jonbozlik ko'rsatish kerak bo'ladi. Endi tabiiyki, men haligi ishim ko'p bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, masalan, bolada muammo bo'lsa, ota-onani chaqiraman masalan. Ota-onani chaqirib, nafaqat muammo, ba'zida bolalar haligi shunaqangi ajoyib argumentlar eshitasiz-ki, endi uni vaziyati u, masalan, nimaga o'qimayapsan deganda, men motivatsiyam tushib ketyapti deydi-da. Endi u nimaligini tushunmaysiz-da, u nima, u motivatsiya nima desa bilmadim, o'zim ham topa olmadim. Harakat qildingmi desa, mana oyma-oy imtihon topshiryapti, natija ko'tarilmayapti-da. B1ligicha qolib yotibdi, B2ligicha qolib yotibdi. Buni qaraysizda keyin nima bo'lyapti desa, motivatsiya yetishmayapti deydi. Endi u motivatsiyani kim berish kerak desa, ota-onam berish kerak deydi. O'sha har bitta bosqichga chiqqanda, yo har bitta yutuqqa erishganda kichkina bo'lsa ham u, deylik, bitta kitob tugatar, yo MOOC imtihonni yaxshi ishlar boshqa. O'shanda ota-onam menga ozgina motivatsiya berib tursa, deyapti, men yaxshi anaqa bo'laman deyapti. Endi tabiiyki bu narsani bola ota-onasiga aytolmaydi, chunki ota-onasi aytadiki, men sana shuncha pul berib o'qityapman, olib kelyapman, yana motivatsiya ham berishim kerak. Qanaqa motivatsiya kerak deydi. Endi bu yoqda tabiiyki avlodlar to'qnashuvi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi o'shanaqangi paytda baribir kattalar ham bir qadam u tomonga yurish kerak, nazorat saqlagan holatda. Keyin o'shandagina ota-onaning haqqi bo'ladiki, mana men senga talab qilgan narsani berdim, men seni ruhlantirish uchun mana joylarda mukofot berdim. Oniy mukofot deyiladi. Bu endi tabiiyki ilmiy tilda ham bor, bu psixologiyada ham bor. Oniy mukofot. Ya'ni biror bir narsani qilgandan keyin mana shu narsani olaman, yo mana shunaqa qilib o'zim xursand qilaman degan narsa keyinchalik katta yutuqlarga erishishga sabab bo'ladi. Agar o'shanaqangi qilgandan keyin ham ota-ona bola yana dangasalik qiladigan bo'lsa, endi o'qituvchida ham, ota-onada ham bemalol haligi sabab bo'ladiki, uni urishishga. Masalan, senga shunaqa qilib berildimi? Yana nortu nima kerak degan narsa. Lekin aksariyat ota-onalar yoki o'qituvchilar o'sha narsaga olib bormasdan turib urushadi. Endi o'sha narsaga olib bormasdan turib urushgandan keyin u his qilmaydi. Chunki o'qituvchi ham, ota-ona ham bola tomonga yurmadi-da. Shu joyda demaysiz, ko'prik bo'lib turib, oysini chaqirib, kadasini chaqirib, mana shu joyga mana bunaqa qilib yuboring derkansizda. Shunaqa, ha. Masalan, chunki aksariyat ota-onalarning o'zi ham iltimos qiladi. Masalan, nimaga desa, baribir ustoz, siz ertaga kech baribir ko'radi, darslaringizda o'tiradi, nima muammo bo'layotgan ekan, so'rab bering deb o'zi ham so'raydigan bo'ladi ota-onalar. Ba'zilarini o'zimiz chaqirib vaziyatni mana shunaqa deb tushuntiramiz. Ya'ni o'sha xulosa nimaki, o'sha 3 burchaklikda endi bola tushunmaydi, u jonbozlik ham ko'rsatmaydi, unga kerak emas o'qish, chunki uni ahamiyatini ham bilmaydi. Endi ota-ona xabari yo'q, baribir endi hech kim bekorchi emas, boshqa men e'tibor qilgan taqdirda. Endi bu yoqda tabiiyki o'qituvchi ko'proq xabardor bo'ladi. O'shanda erinmay haligi bir 15 minut suhbat qilib turib, shu muammosiga yechim bersa, ancha natijasi yaxshi bo'lishiga sabab bo'ladi va biz buni amaliyotda ko'rdik. Ha, ko'p ko'ramiz qabulxonada ota-onaga mamnunman gapirib turgan bo'ladi. Naqalin deb ko'p ko'rib qolamiz. Haqiqatda bu misol uchun ortiqcha so'rag'ani va majlis bo'lmaydi, yo boshqa bo'lmaydi, alohida chaqirganingizni ko'p ko'ramiz. Ba'zida ustoz aytganlaridek, ota-onalar bilan ishlasa zo'r. Bir 5% manimcha ota-onalarni chaqirganimizda teskari effekt beraveradi ba'zida. Men o'zimning kesimda bo'ladi ko'p. Ota-onalar ba'zida farzandlarida mana imtihonga topshir desa, siz aytganingizdek, deylik, bizda ham milliy sertifikat imtihonlari har 2 oy, 3 oyda bo'ladi, bir yilda 4 marta bo'ladi. Topshir deganimizda topshirishni xohlaydi, lekin uni natijasi chiqqandek oqibatdan qo'rqadi. Ya'ni ota-ona rezultat so'raydi, rezultat qila olmasligidan qo'rqadi, orqaga so'rab yuraveradi. Shunaqa o'quvchilarimiz bordi, 11-sinfdan bir ikkitasi 3 marta, adashmasam 4 marta ketma-ket C+ oldida. Keyin aytdimki, yana topshiringlar davomli. O'sha bilimi lekin C+ emas, bilimi yaxshi. Bilimi shu B+ yoki A ga tortadigan o'quvchi, lekin hayajon shunaqa kuchliki, imtihon kirganda shunaqa bosim his qiladiki, u imtihon kirganda imtihon yetishdi emas, erta javobi chiqqandan keyin ota-onasini koyishini o'ylab imtihon kiradi. Shunaqa o'quvchilarimizda men ustozlarga ham aytdimki, ustozlar, agar qo'lingizdan kelsa, shu o'quvchilarni imtihonga topshirtiringlar-da. Endi u
imtihon topshirayotgan ota-onasiga aytsa, uni to'lovini ota-onasidan to'lab olsa, ota-onasi biladi imtihon topshirayotganini. Kelinglar, agar shunaqa o'quvchilar bo'lsa, yaxshiroq bilasa-yu, shuni imtihon ritsasini o'zimiz qo'limizdan kelgancha qilaylik. Natija chiqqandan keyin aytamiz ota-onaga. Men o'zimni umr sinfida ikkita o'quvchimga shunaqa qilganimda, ular imtihonga hayajonlanmasdan kirdida, xotirjam kirdida. Ya'ni ritsasini o'zimiz tajriba deb ko'rganda, eksperiment deb ko'rgan. Xuddi shunaqa. Ya'ni qo'y natija mayli, katta natija qilganing yaxshi. Ya'ni sen imtihongacha harakat qil maksimum ball uchun. Lekin imtihon kirdingmi, bo'ldi, sen qo'lingdan kelgan hamma harakat qilding. Endi imtihon kirgandan keyin, endi imtihon kirgandan keyin qanaqa o'zini tutish, savollarni qanaqa yechish, qanaqa yondashishni tushuntiramiz. Lekin katta natija bosim his qilma deb turib, registratsiyasini o'zimiz qilib bergan vaqtlar ham bo'lgan. Va bu ishlagan. Ishlaydi. Ishlagan. Ishlaydi, chunki endi o'xshamasa onasiga yetmay qo'yaveradi. Xuddi shunaqa. Ustoz davom. Endi bizda imtihon fobiyasini yo'q qilish bo'yicha bir qancha uslublar qo'llab ko'rganmiz. Xususan endi birinchisi, masalan, men o'zi ko'proq bu mashhur jurnalistlarning risolalari bor. Endi o'zim ham tarjima qilganman o'sha risolalarni. O'shalardan birozgina bo'lishaman. Deylik, u risolada aytadiki, masalan, o'quvchi imtihonga kirishdan oldingi bo'ladigan o'quvchiga haligi bu yoqda hali hazillar ham bor-ku, masalan, bunda kitobni har xarda ochib yopib, esiga kelmasa yana yopib, yana ochib. O'shunaqangi qilib o'zingni vahmaga tushirma deydi-da. Chunki nega desa, siz toki o'sha imtihon vaziyatiga tushmaguningizcha o'sha imtihondagi to'g'ri javobni topa olmaysiz deydi-da. Chunki u hozir tayyorlanish jarayonida bo'lgan taqdirda ham imtihon vaziyatiga tushgani yo'q. Xuddiki hozir sizga masalan bitta so'z bering, qanaqa so'zadi suvda desa, suvga tushmaguncha ko'rsatib bera olmaysiz-da. Aniq to'g'ri harakatlar. Vaziyat kelmadi deb hali. Ya'ni o'rganganicha o'rgan, mana ustoz aytganlaridek, o'rganganicha o'rgan, imtihonga tushgan vaziyatingda o'zi savollarga o'zi kerakli bo'lgan savollarga javob o'zi aqlingda paydo bo'ladi. Ya'ni buni qanaqa qilib chiqarish kerak desa, o'sha boyagi davomiylikni qo'yish kerak. Nega desa, ko'pchilik mana hozir imtihonlar qilganda, boshqa qilganda mana sefrda ham boshqada ham oxir mukka borib taqiydi-da. Eng oxirgi etapga mana imtihonga bir kun qoldi, tayyormisan desa, erta imtihonga tayyor bo'laman deydi-da, shu oxiriga taqiydi. Ya'ni doimiy odatlarni shakllantirish kerak-da, haligi davomiy kam-kamdan olib boradigan odatlarni shakllantirib, ularni ko'proq men endi o'zim til bo'lgani uchun buni men boshqa tillarda ham xudo xolasa o'qimoqchiman. Boshqa til kafedrasi ingliz tiliga murojaat qilib, ingliz tili kafedrasiga murojaat qilib, media bilan ham ishlash. Bu ham bitta yengillik bo'ladi o'quvchilarga. Qanaqangidir reportajlar olish. Kamerani oldida hayajonda bo'lsa, ko'p joyda hayajon bo'lsa oladi. Eng zo'r bo'ladi unisi. Masalan, imtihonga kirib ham, chunki ko'pchilik mana ingliz tilida ham eshitamiz bu narsani, boshqa tillarda ham eshitamizki, kompyuterga kirib gapiradi. Kompyuterga kirib gapirganda ham gapira olmadim, ovozim tushmadi, titrab ketib qoldim degan mulohazalar eshitasiz o'quvchilardan. Oldin nima shikoyat bo'lardi? 2020-yilga qadar odam olgan, endi odam o'tiribdi, vajohatli ekan, qarab naqa bo'lib ketyapman derdi. Endi kamera bo'lsa, yozilmadi, shu yaxshi ovozim, o'shanga speakingim past chiqdimi dedi. Bahona ko'pda endi o'zidagi fobiyani o'zi yenga olmagandan keyin unga butun dunyo aybdor, masalan, o'qituvchi aybdor, boshqa o'shanga kamera bilan ishlash nimaki, keyinchalik bu o'sha loyihalarning ichiga kirgizsa bo'ladi. Sertifikat olding, rahmat, zo'r, yaxshi, chiroyli. Endi o'sha har xil, masalan, diqqatga sazovor joylar deylik, masalan, islom sivilizatsiya bo'lsin, boshqa bo'lsin, prezident loyihalaridan bo'lgan katta joylarni, masalan, har xil tillarda, sharq tillari, xususan ingliz tilida qilib chiqarish, masalan, bu maktab uchun ham bir qadar kontent va o'quvchini o'zi uchun ham portfolio. Ya'ni media olamiga kirgizish kerakki, bir qadar o'shanda sinadi haligi fobiyasi ham, boshqasi ham, chunki eng qiyini boyga aytilganda kamera oldida ishlash. Imtihon hech narsa bo'lmay qoladi. Baribir Oqtida ham kitobida keladi-ku, o'quvchi o'sha dars qilish joyidan boshqa joyga ko'chganda imtihonni xuddi shunaqa savol bersa, hech olmaslik ehtimoli balandroq bo'ladi. Deyiladi. Biz ham o'quvchilarimizda shu oshxonada olamizda, har oy monitoring bo'lmasa xonlarimiz yetarli. Monitoring imtihonlarimizda xonani o'zida ham olsa bo'ladi, lekin biz aynan oshxonaga olib boramizki, u doim o'tirib dars qilgan joyda yechmasin imtihonni, ya'ni lokasiya o'zgarsin ozgina. Chunki o'quvchilar matematika o'rganar ekan, baribir qachondir qayerdandir sertifikat topshiradi-da. Aynan matematikdan bo'lmasa ham deylik, IELTS topshirishi mumkin yoki ACT topshirishi mumkin, qayerdadir imtihonga kiradi yoki olimpiadaga kiradi. Shu ozgina ko'nikma shakllansin, shu deymiz. Bir kun ota-ona keldilar, aytibdilarki, mani bolam imtihonlarga kirishdan qo'rqadi, deyaptilar. Men aytayapmanki, zo'r odammi? Ya'ni biz maqsadimiz yetimmiz. Ya'ni qo'rqyaptimiz, zo'r. Ya'ni u natijani yomonligidan qo'rqmayapti yoki ustozi pas olsa ustozidan gap eshitishdan qo'rqmayapti, imtihon kirishdan qo'rqyapti. Demak, biz shunaqa muhit yaratamiz.
ya'ni imtihon kirayotganda shunaqa tekshiryapmiz, qo'ymayapmiz, hech narsadan foydalangan cheting qilgan qo'ymayapmizmi, demak u qo'rqyapti, hayajonlanyapti. Bu sekin bu imtihon yetish ko'nikmasi shu bilan shakllanadi, praktika bo'ladi. Deylik, qo'shimcha olimpiadalarga yoki sertifikatlarga pul to'lab kirishga imkoniyati yo'qmi? Bo'ldi, har oy bizda imtihon bor. Shuni topshirsin, shunga kiradi. Shuni o'zi qisman bo'lsa ham imtihon bosimini kelajakda olib tashlaydi o'quvchilarimizdan. Natijani endi nishonlash, endi o'quvchida biz bitta odatda ham shakllantirganmizki, boyagi bu yangi ota-onalar uchun ham xuddi shu. Sertifikat olganda, hattoki B1 olganda ham stipendiya to'lanadi o'quvchiga. Masalan, endi u o'quvchilar hattoki stipendiyasini to'lab ham imtihon topshirganlar bor-da. Bu yuklamaydi-da. Ya'ni oyma-oy o'sha ma'lum bir daraja deylik B2 yoki C1 olsa, biz alohida o'sha chiroyli qilib o'zini yaxshi ko'radigan gifi yo multik qahramonini tushirilgan bir tort qildiramiz. Hozir eshitdim, bilmaskan. Buni chiroyli videoga ham olamiz. Kirib, masalan, direktor Shohida Esanova bilan ham juda ko'p kirganmiz o'quvchilarga. B2 olganda ham xuddi shunaqa qilamiz. Har bitta odam alohida oladi. Deylik, masalan, 5 oy imtihon ketma-ket bo'ladigan bo'lsa, bir misol uchun sentyabrda deylik 2 odam B2 olsa, keyingi oylarda oladi. O'sha har bir oyda olganiga alohida xuddi shunaqa chiroyli qilib video qilib joylaymiz bu narsani. O'zi uchun ham xursand bo'ladi, ota-onasi ham ya'ni bir qadar xursand bo'ladi va o'zimiz tomonidan ham muayyan o'zi xohlagan sovg'a yoki qanaqangidir joylarga trip tashkil qilamiz masalan. Endi u trip ham tabiiyki haligi nima deydi, bilim ko'nikmadan xoli bo'lmaydi. Ya'ni foydali bo'ladi. Albatta, lekin hamma olgan sertifikatchilarga biz alohida tort qilamiz. Aynan o'zi qiziqqan narsadan topamiz. Ya'ni bitta ko'rganda o'sha kamerada biz videoga olganimizda o'sha hissiyot haligi boshqacha bo'lib ketib, o'sha ajoyib ziyofat bo'lib ketar ekan. Shunaqa. Shunda tantana bo'lib o'quvchilarimizni monitoring imtihondan oldin men guruhlarga bo'lib olaman. Men o'zim ham, ustozlarga ham shu narsani umumiy trenerda tushuntiraman. Sovg'ani individual qo'ymanglar, guruhga bo'linglar. Deylik, bitta guruhda 12 ta o'quvchi bo'lsa, 4 tadan 3 ta guruhga qilib qo'yinglar yoki 3 tadan 4 ta guruhga qilib qo'yinglarki, natija chiqqandan keyin o'shalarning o'rtacha bali yaxshiroq bo'lgan guruhga sovg'a qilinglar. Bittaga qilsanglar ozgina anaqa qilib yuborish mumkin, ya'ni ichi qoralik yoki ko'ra olmaslik yoki undan xafa bo'lish mumkin yoki o'zidan xafa bo'lish mumkin, ko'ngil to'lmasligi mumkin. Lekin guruhga qiladigan bo'lsanglar, 4 tani alohida guruh qiladigan bo'lsanglar, guruhga yutuq beradigan bo'lsanglar, imtihongacha ham bir-biriga yordam beradi ular. Bir-birini tortadi imtihongacha ham. Turib bizda ham shu pizza party qilib beramiz. U olingan umumiy natijaga qarab turib. Pizza party yoki qanaqadir kitoblar va u sovg'ani ham biz sovg'ani moddiy anaqasi miqdorini aytamiz, maksimum minimumini aytamiz, limitini aytamiz, ular o'zi tanlab oladi. Pulga qarab. Xohlasa pulni o'zini oladi. Anaqani o'zidan, ustozlar o'zidan qiladi bizga. O'zim ham qilib turaman. Umumiy guruhga ishlash uchun, bolalar bilan tortish uchun. Men bilmasdim. Yaxshi ishlaydi. Ancha xarajat qo'yibsizlar-da. Odam berib maza qiladi-da, ana ustozlar nega unaqa qiladi? O'zi asosan natija uchun emas, berganingizdan bolaning ko'zida quvonchni ko'rasiz-ku, odam shundan maza qilaveradi-da. Qo'y. Zo'r. Shu yerda mana shu joyda tugatsak ham bo'lar. Ko'p ota-onalar aytishadi, kecha ham menga aytishdi, sizga azizga deydi, 10 ta ota-onaga yuborganman deydi. Bitta do'stimiz. Keyin u 10 ta ota-onaga yuborganman. Hammasi sharoit o'rtacha-yu. Ne qimmat deb aytadi menga. Bunaqa maktablarning sharoiti ancha yaxshi-ku deb aytdi keyin. Men aytdim, shuncha bo'lsa ham yuzlab, mingdan oshiq o'quvchisi bor ekanmi? Bekorga emasdir. Demak, maktab deganda biz o'sha sharoitni, qulay partani yoki qanaqadir qimmat pul tikib yuborilgan binolarni emasda, balki biz o'qituvchini, men o'zim kecha ham bitiruvda ham aytdim, o'qituvchini tasavvur qilamiz. Odamlarga investitsiya qilamiz. Chunki maktab bu o'sha muhitda odamlar, ustozlar va u bekorga ketmabdi mana. Yil sarhisobini qildik. Ustozlarimiz bilan siz ham tanishdingiz. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha rahmat, xush kelibsizlar. Kelganingiz uchun rahmat. Vaqt uchun rozi bo'linglar. Xo'p, maktabimizni ko'rdingiz. Har shanba bizda odatda ochiq eshiklik kuni bo'ladi. Keyingi ochiq eshiklar qachonligini bilish uchun mana shu video ostida biz havola qoldiramiz. Shu yerda guruhga kirib, qo'shilib bilib olsangiz bo'ladi. Keyin mana shunaqa foydali ma'lumotlar chiqarib turamiz. Bu podkastda reklama chiqmaydi, maktabimiz reklamasidan boshqa, tabiiyki. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ysangiz, farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, maktabda o'qiydigan albatta foydali videolar sizga ham yetib boradi. Rahmat, sog' bo'linglar.